Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar. Nima qilamiz? Boshdan tushuntiraman. O'tgan safar ham rosa ko'p negativchilar bo'ldi, ayniqsa achki haqida ko'proq gapirishdi. Ko'zda, issiqda qanaqadir o'zingiz nuqsoningiz bo'lsa, achki taqasiz. Achki faqat taqish uchun, kurtoylik uchun yaralmagan. Shuni ham aytib qo'yay. Bir ikkita soat sizlar uchun samolyotimiz uchayapti. O'zimiz ham samolyotimiz uchadi. Tak. Qishloq xo'jaligi va chorvachilik bo'yicha bizda hozir bog'dorchilik bo'yicha aytib o'tdik, aziz do'stlar. Eslaringizda bo'lsa faqat ikkalasini ko'rsatgandim. Mana bu ikkalasini ko'rsatgandim. 400 litrni ko'rsatmagan. Nega bularda katogida anaqalari yo'q, shlangalari yo'q? Chunki yig'ishga uspet qilmadik. Hammasi yangi, jild holatda. Narxlari bilan tanishtirib o'taman. Qaranglar. 6,5 ot kuchi, 7 ot kuchi, 7 ot kuchi, turetskiy, barbaros ikkalasi mana bu qizil oq, mana bu Xitoyniki. Buni narxini 100 bor, 150 litrlik bor. Buni narxini aziz do'stlar $650 gacha, maksimum $650. 670 idi. Reski $20 ustupka minuska qilyapmiz, чтобы tezroq aksiya qilib sotishga. Men bularda aytaman 200 litrdi, 200 litrimiz. Tak, $870. Bu Turkiyaniki, 1 yil garantiya beraman. Bunga ham garantiya beraman, lekin bu mahsulotlarga ko'proq garantiya beraman. Chunki biz olayotganimizda Turkiyadan bularga 2 yil, 3 yil garantiya berishadi. Faqatgina motoriga, dvigatellari operator ozgina yaqin qilib ko'rsatib yuborasiz, ko'rishsin. Keling. Bemalol kelavering. Tak. Ko'ryapsiz dvigatellarni. Xuddi mana bunaqasiga tortasiz. Mana shunaqasiga. Endi hozir ishlatib berib ko'rsatmayman, chunki ko'p videolarimni rosa ko'p ishlatganman. Kim oladigan bo'lsa, Telegramga, lichkamga yozsa, ishlatgan videolarimni tashlab beraman. QR kodlari bilan bor. Tak. Bog'dorchilikka issiq boshlandi, har xil parazitlar uyg'ongan, ayniqsa chorva, qo'yxonalar, tovuqxonalarda dezinfeksiya qilishga juda ham kerakli tovar hisoblanadi, aziz do'stlar. Shuni ham unutmanglar. Tak. Endi yana bitta narsani aytaman, Xitoydikini aytaman. Xitoyda ham xuddi shunaqa. Imенно siz bog'dorchilikka nimaki kerakli sepiladigan joylar bo'ladigan bo'lsa, uni ham ishlataverasiz. Siz bilib oldinglar buni. Hammasida bir narsani aytib o'tdik, hammasini shlangasi 50 metrda. I komplektda mana shunaqa nasatkasi bo'ladi. Mana bunaqa nasatkasi bo'ladi. Tak, men ochib ko'rsataman. Ichi qanaqa bo'ladi? Komplektda nima bo'ladi? Mana bu yerda kulichlari bo'ladi, ochilmagan va mana uni bunday qilamiz, filtrlarini 1 minut. Tak. Mana yangi Xitoyniki bilan ko'ryapsizmi farqini? Turkiyanikini mana. Buniki baquvvatroq, davleniyaga ustuvchi bo'ladi. Bu sal ingichkaroq bo'ladi. Bu sal nozikroq. Buni oddiy bozorlardan ham topib olaverasiz qisqasi. Bu yerda ko'ryapsizlar, komplektda nimalari bor. Mana bu boyagi mana bu yerda qo'yib qo'yishadi. Katta katogi turadi 50 metr shlangasi bilan. Filtrdiki, ключи, garantinni taloni bilan beramiz. Traktorga keladigan bo'lsak, o'sha traktor, yana o'sha narxda 3700. Bir narsani fokusировать qilib aytaman, qaranglar. Bu baloni burilmaydi, K700larga o'xshab belidan buriladi. Komplektda yana qaytarib aytaman. Bu molxonalarni tagini tozalashga va molda oxirlari, ya'ni o'tayotganda o'tlar chiqib ketgan paytda fermalarga juda ham zo'r. Qora ish sifatida bitta traktor qo'yib qo'ysangiz, bu benzinda 18 ot kuchi reduktorni to'rala balon tortadi. Komplektida plugi ham bor, frezasi ham bor. Frezasi ham kichkina, mana plugi ham bor. Ko'ryapsizlar qanaqa? Juda ham mo'shin texnika. Endi esa keyingi mavzuyimiz, aziz do'stlar, keling, operator, bu tomondan ko'rsatasiz. Bu traktorimizni. Endi bu traktor desak, yangishgan bo'lamiz, pogruzchik. Xitoydagi Oscar 100 ot kuchi. $13,000 narxi, 100 ot kuchi. Bu haqida ko'p ma'lumotga ega emasman. Narxini aytdim. Hozir ko'proq asqotadigan joylarini aytaman. Boyagi silos olishda, silos to'kishda va qurilishlarda o'ziga yarasha ishlatadigan joylari bor. Kovshigi 1 kubalik. 100 ot kuchi, dizelli motor. Tak. Keyingisi aziz do'stlar,
dizelni degandan keyin sразу narigi traktorda dizelni bo'lgani uchun bu yoqqa qo'ydim. Buni narxi 4,5 ming. Buni faqatgina orqa baloni tortadi. Komplektida faqat frezasi bor. Yana nima haqida ichida yana qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar bor, чтобы sizlar bilishlaringiz uchun men bir narsani aytib o'tay. Telefon qilasizlar-ku, telefon qilgandan keyin bu nima, u nima aytilgan ma'lumotlarni ko'proq so'ralyapsa, bunda ham пониженный, повышенный скорость bor, 14 ta ot kuchi. Yana bir bor qaytaraman, faqat orqa balon tortadi bunda. Orqa balon tortadi. Hammasi stok holatda. Bunga 6 oy garantiya beramiz, narigiga ham 6 oy garantiya beramiz. Da, narigining narxi, ko'kining narxi 3700. Yana bir narsa. Endi esa chorvachilik bo'yicha mavzu. Chorvachilik issiq. Bilasizlar, hozir issiq mollar ko'proq stressga uchraydigan vaqti va o'zidan chiqayotgan axlat gaz, metan molning ishtahasini bo'g'adigan darajada bo'ladi. Chunki issiqda bu gazlar uncha chiqib ketishi sal qiyin bo'ladi va bunga nima kerak? Bizda bu tovuqxonalarga, teplitsalarga, chorva komplekslarga va pромышленный komplekslarga, boya ishlab chiqarish pechkalari bor komplekslarga kerakli ventilyatorlarimiz. Xitoyniki nima desam mumkin, buni narxi $230, bor 220, bor 380. Narxida farqi bo'ladi, boyagi $10. Baland past narxi. Endi yana bitta narsa aytaman. Ferma qurib bo'lganingizdan keyin ko'pincha mana 10 ta 30 ta mollar bo'ladi-ku. Mana bu narsa vanna hisoblanadi. Kattakon vanna, plastikdan bo'ladi, qattiq plastikdan. Juda ham kerak bo'lyapti. Bizda O'zbekistonda молочный kompleks, молочный, ya'ni sut yo'nalishidagi zotlarda ko'plari tuyoq kasalligi uchragandan keyin veterinar yo bo'lmasam yaxshi kadrlarni topolmay qolamiz. Imенно oyoq bo'yicha. Imенно men shu narsani taklif qilaman. Bu juda ham nima desam mumkin, ko'p odamlarga bu haqida aql o'rgatsam, fermerlarga gapimni bo'lishadi, yo bo'lmasam aqllilik qiladi. Lekin bu narsa hamma fermaga kerak. Ko'plari betonni baryer qilgan, unga sporitsa qilmayman. Lekin ba'zi bir odamlarda mana shu narsa ham yo'q. Maslahat beraman, buni narxi $470. Plastik qalin, bu vechni, ubiti turadi. Plastik deganda anaqa, yo'q, mana bunaqa pachag'i chiqib ketgan qalin emas. Устойчивый, даже buni ikkita odam ko'taradi. O'zi ham anchagina og'ir. Keyin qo'shimchasiga qilib buqa boqasiz, buzoq boqasiz, qo'y boqasiz. Men bu qo'ylarga maslahat beraman. Chunki bu hozir bunday qilayda. Bunday qilamiz, ochaman mana yangi jild. Ichida papovogi bor, mana. Xuddi unitazlarga o'xshab turadigan joyi bor. Suv turadi, qo'ylar kelib bemalol ichib ketaveradi. 10-15 ta qo'y boqsangiz, mana shuni ichiga qo'yib qo'yasiz, suv avtomatik to'lib turaveradi. Buzoqlarga, buqalarga ham bo'laveradi. Bunimiz chugunni buqalarga kerak, asosan bitta individualni boqadigan, bitta tumshuq sig'adi. Alohida boqsangiz, kelib qo'yib qo'yasiz. Bu sal yengil bo'lsin. Ana ustunlar ko'pincha anaqa bo'lmaydi-da, mana bu yengilroq bo'ladi. Ustunlarga qotirish ham oson, ana sal og'irroq. Где-то bu bor 3-4 kilo, 5 kilocha bor. Mana bu esa yengil plastik, unaqa sinadigan plastiklardan emas. Ana arzimagan narsaga bo'linib ketadigan plastiklardan emas. Bu ham xuddi shunaqa, mana bosadi, ichidan suv chiqadi. Bu ham faqat bitta tumshuq sig'adigan ko'shk. Bular narxi har xil $15 dan $35gacha. Shu. Tak, paketlarni yig'ib qo'yaman. Endi esa mana endi anaqa kumulyativni, ya'ni eng qiziq joyiga keldim. Nimaga? Chunki rosa sut sog'ish uskunasi bilan ko'p spor bo'ladi. Aka kelishtirib bermaysizmi degan. Nimaga men kelishtirib bermayman? Bitta gap aytaman, sog'im molni o'zi bozorda eng arzoni hozirgi kunda 30 million. Buni narxi 5,5 million. Bu vechna turadi. Yo'q, agar menga yanada ham sal arzon kerak sog'ish uchun deydigan bo'lsangiz, sizga bitta ishchi kuchini maslahat beraman. 5 millionni bo'lamiz 12 oyga. Допустим, 5,5 millionni 12 oyga bo'lamiz va o'shanda ishchi kuchi kelib chiqadi. Agarda o'sha ishchi kuchi 1 yilga ishlab bersa, sog'uvchi bo'lib. Endi shunda kalkulyatsiya qiling. Siz robot olganingiz yaxshimi, yo bo'lmasam qanaqadir sog'uvchini 3 millionga, 4 millionga boqib sog'uvchi qo'yganingiz yaxshimi? Mana bu zo'r narsa. Qisqasi, buni narxi nержавейкali bo'lgani uchun 5,5 million so'm, 30 litr 220 voltda ishlaydi. Sut sog'ish apparati Turkiyaniki. Juda ham zo'r, aziz do'stlar. Men chunki bundan rosa ko'p sotyapman.
10 ta molgacha bemalol kuchi yetadi. Bemalol maza qilib soqsangiz bo'ladi. Faqatgina uxotlarga kelganda sovuqqa qo'yib qo'ymaysiz. Mana bular sovuqda tomi ketib qoladi. Keyin esa shlangalari ozgina qotib qoladi qishda. Atak yozda bo'laveradi va yuvayotganda o'zini shunaqa sredstvalari bor, shuni yuvinglar. Iloji boricha olayotganda yana bir bor aytaman. Mendan olmasalaringiz ham именно shu chorva sut yo'nalish bo'yicha ishlaydiganlarga aytaman. Ko'proq nержавейка или alyuminga diqqat qarating. Plastik bo'lmaydi. Plastikda sut hidlanib qoladi va olgan suti nekачественный, ya'ni xaridor bo'lmaydi demoqchiman. Sutni tez sifatini buzib qo'yasizlar. Endi keyingisiga keladigan bo'lsak, bunimiz bilasizlarmi bunimi? Bu asosan chorvadorlarga kerak bo'ladigan молочный taksi. Молочный taksilarimiz. Bu 100 litrlik. Narxi buni $3500. Bu Kurtsanniki. Bundan ham arzonlar bor, bir ikkita. Bu kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham qilib beraman bemalol. Lekin juda ham yaxshi tovar. Buzoqlarga sovuqda yo bo'lmasam sut olgandan keyin haroratini yo'qotmasdan alohida individual boqilayotgan buzoqlarga quyilib chiqiladi. Va pistoletda o'zining normalari bor. Mana bu yerda normalarni kiritasiz. Aziz do'stlar, ko'p narsani aytib o'tdim. Tovarlarimiz juda ham ko'p. Pogruzchik kattalik qilayotganda bundan ham arzoni bor. Buni narxi 13 ming bo'layotgan bo'lsa, nargini narxi, mana kelinglar. Bu yerda yana bitta kichkinasi bor. 0.6 kubalik 55 ot kuchiga ega. Mana bular kichkinalari. Bular 12500. 12500 o'taltirib ko'rsatmadim. Akkumulyatorlarni hali qo'ymaganmiz, yangi. Keyin tank охладитель izlayotgan odamlar uchun kitayskiy tank охладительlarimiz juda ham yaxshi. Narxlar har xil, aziz do'stlar. Narxlarni aytib o'taman, приблизительно, chunki tovar ko'p. Miya esa bitta, price alohida aytiladi, chunki price ham har kuni valyutaga qarab o'zgarib turadi. Xitoydagini по-любому Turkiyaga qaraganda arzon qilib beraman. Narxlarimiz 3000 dan 7500 va 8000 ga qadar. Kichkinalari bor, 300 litrligidan boshlab ketdi tepaga qarab, boyagi 2 tonna, adashmasam, eng kattasi 2 tonnagacha bor. Tovarlar bilan tanishtirdim deb o'ylayman. Bog'dorchilik, dehqonchilik, quruvchilik va pромышленный zonalarga va chorvachilikka. Asosan tadbirkorlarga kerak bo'ladigan uskunalar va jihozlar. Operator yana eng oxirgida bir narsani ko'rsatib qo'ying. Bitta Jaguarimiz ham bor. Una turibdi. Jaguar 850 hozir sezon emas. Yana bittasi bor edi, chiqib ketdi u, jatkasini olib ketdi. Mana bu yerda. Bu seloz senaj o'radigan jatka. Unda seloz va senaj zatkasi bilan ishlaydi. Buni narxini aytaman. Matachas adashmasam 6000, yili 2000, narxi esa 85000 deyapmiz. İstasangiz Germaniyadan ham olib kelib beramiz. Polsha, Germaniyada ham bor. Shartnoma asosida yaxshi Jaguarlarni olib kelib beramiz. Qisqasi tushuntira oldim. Narxlarni, aziz do'stlar, negativlar bo'lmasin. Ba'zi bir savodsizlar yozadi, u qimmat, bu qimmat, to'g'ri. Katta traktor kirgan joyga, to есть kichkina traktor kirgan joyga katta traktor kira olmaydi. Buni ham hisobga oling. Sal aqlli ishlatinglar va menimcha bo'ldi-da, уже. Hammasini tanishtirib bo'ldim. Qisqasi, yana qo'shimcha tovarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, chisalkalarimiz ham bor. Keyin sut sog'ish dastgohlari, sut sog'ish zallari, mol importi bo'yicha bemalol o'zimga murojaat qilaverasizlar, aziz do'stlar. Kanal rivoji uchun qo'lingizdan kelganicha like bosishni unutmang va bizni kanaldan uzoqlashmang. Aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishganda ko'rishguncha.